Sizlar bilan Alfamen. Va bizda miltiqlik igra. Miltiqlik igrada mana bizni miltig'imiz bitta namunaga o'rgandim. Ko'rdinglarmi do'stlar? Bugun biza eng kuchli miltiqni granatomyorni yasab ko'ramiz. Biz o'zdan qasrdan kelib, bizdan qasrda spawn qilarkan. Qasrdan ezilitli qilich. Mana bu. Bironta mobni sinab ko'rish kerak. Ana bu qishloqchani oldiga kelganimda bitta uzilish bo'lgani uchun endi qaytadan olaman do'stlar. Qisqa uzilish bo'lgani uchun. Sana. Uy, yondirar ekan do'stlar. Ajoyib. Yondiradigan qilich. Olovli qilich. Nezirlikli. Xo'p do'stlar, zahar yo'qotdimi? Ebe, bu bunday o'tirsa ana buni qilganda. Bu mobilda unaqa qilmasdimi? Yaqinlashtirmasdim. Mayli bitta uxlab olamiz. Do'stlar, granatomyorni yasaymiz bugun va ikkinchi videosida esa o'sha granatomyor bilan Ender Dragon'ni yo'q qilamiz. Bizga esa mana bu kerak bo'ladi. Ana buni bunga qo'yamiz. Uzr. Hardin urib qo'yaman. Hozir bir crafting table'day. Ana buni yasaymiz hozir. Birinchi keyin o'qlaridan yasaymiz. Tushunmadim. O'qini siz tushunma qilish kerak. Biror narsa chiqardi. Buni yasash uchun ikkita shunaqani birlashtirish g'alati ekan. Do'stlar, bunga hammasiga mis ketar ekan. Tushunmadim. Hozir men buni olganda shunda o'qsiz olamanmi? O'qni qanaqa qo'yar ekan? Bo'lmasa. O'qni qidirish kerak. O'q. Narizat tona bor. Bunaqa miltiq bitta bo'lmaydi. Mayli do'stlar. Zarar yo'q. Shu uchun mana bitta uramiz, olib ketamiz o'zimiz bilan. Hozir birinchi o'rinda daraxt olishimiz kerak. Men uzoqqa borib o'tirish niyatim yo'q, shu uchun qishloqlarni o'yini o'maramiz. Do'stlar, men farqim to'g'ri. Hozir birinchi marta o'ta bo'ladi. Bizda birinchi marta yasash uchun nimalar kerak ekan? Malaka qo'yib olaylik. Do'stlar, hozir mana buni ko'rib olaylik. Qanaqa yasaladigan hozir. 8 ta ko'mir, 16 ta mis eritilganidan. Mayli. Taxtamani olib. Ana endi ana yog'och. Crafting table. Crafting. Undan tayoqchalardan kirka. Voytali. Qozganmi? Ay, qaytadan yog'och. Bitta umuman xazinamizda ko'rib. Qani nezirlikli chiqsa ko'rsatdim. Nezirlikli sehrlangan kirpich. Hozir nima qilgan uchun shu uchun birinchi amrimni qilib. Faqat shu dalish ketganmi va bunga tosh chiqmaydimi? Tosh chiqdi. Endi o'shimiz qilish. Toshimizni tushunarmi? Voytali, nima balo bu? Qonni ustida qurilganmi? Mataqozan olamiz, qanday qilib qo'yish. Hamma o'ynab olmaydi, unaqa. Yo'q. Yalnız bana mı kullandım? 13-4 o'q bo'larkan, bir stak. Men tushundim. O'ynagan vaqtim
bir uylanma olmalıydı. Ama da neydi? Hoşa gelmiş. O bir portalı. Bir mani klasik telefonumla kan. Bana bitirdik. Borcu yetmiyor mu? Rapor. Kılıç bor. Mana bu. Size kerak. Tak. Mana bu. Buraya koyamiz. Polisi işte koyamiz. Evet, qishloqlar. Saat nasıl? 92'de 32 değil. Bak 32 yarısı mıydı belki? Koyganın otu var mı? Ozu tamam. Hal olsun, hal olsun. Dostlarım 25 derecede kam. Ya bu otu. Hemen bilgisayarım şalan doğalı. Madem ki şimdi malikinin bana bunu korkuyor. Nerede konuya çıkıp konurup gelmesine en iyi havadır olayı geçiriz. Çünkü bize de mutlaka yaklaştırıyor bize de nezire takılır. Bu bilen korkması gerekiyoruz. Ne bu? Komur. İşte komur diyorlar. Nasıl topuşkeliyim de. Komur probleması hal oluyor. Biz probleması hal oluyor. Özümüz test kop çıkarıyor, doğru mu? Ama nasıl ben koymuş boruç. Komutdan koy. Çünkü ben hiç mart oynayayım bu zaman. Ben de fakat mıs çıktı. Birinci mart oynaganımda ben mıstı var bu narsa onu da qaragan var. Lekin qarasam onu bir til foydasi yo'q ekan. Faqat blokdan boshqa lekin bizda ona katta ahamiyati bor. Har bitta miltig'imizni nimasida o'sha craftida mis bor. Bo'yicha mis nimadan chiqadi? Kommunikasiyadan chiqadi. Manda ko'ringiz nima? Kommunikatsiya o'tsin. Tiydan mis chiqadi. Nasıl kanasın doğru olmaz. Sizler bitti mutlaka koyuyorum. Burada değişiyorum. Konudumuza okuyacağız. Zahar bitti mutlaka. Esas için bitti konuya çıkardığını bize yaşayacağız. Ben konuları yaştırıp gidelim. Demek şeyden bir kapattı. Konur. Bakalım kitabın halini yapalım. Şu iki kapılı kanal. Ne bir kadarı kanal. Bir kanal. Evet dostum. Bu yaparım orada şu şeyini yapamazsın. Yine sizlerle geçen sesleri kocaman kanalda abone olun. Bana hiç hoşçakalın koymayın. Bitti sen abone olun. Bir şey abone olun hala. Hiç hoşçakalın abone olun ve çok olması gerekiyor. Kondom ya. Gimana dong Mario? Proses şey tutuyorum yani. Şimdi burada ama kuçuyla dolan kuçlu boyan lazım. Mor çıkmayacak. Ottum ama bu ne aslında? Otu yemez kadar mor çıktı. Kanı kuçlu kalmış. Vay de parkurda koyabilirim. Set olmuştu. Endi mobile çıkar. Короче, bu konuda bir dili foydası yok ya. Bu nasıl çıkardı?
Mana teshik bo'lib yotibdi. O'tdan chiqib, betdan chiqadi, betdan chiqib, o'tdan chiqadi. Ko'rib chiqing. Mana shunga qo'zg'ab qo'yaman. Demoqchi edim, aytgancha urushmoqchi edim. Vau. Bu menga kerak emas. Nima qilaman? Mana bularni yetarli desam bo'ladi. Hozir biz nima qilamiz? Hammani bilan otib o'ldirib chiqamiz. Yanda ko'ringlarmi? Skelet ustida kiyim edi. Mana nimaga o'zgargan desam, bu qish edi-ku aytgancha. Atiga deyman. Qish uchun menimcha skelet ustida narsa kiyib olgan skelet. Qochyapti mana. Qaki. Sen qochding hozir menda. Buncha skelet yugurganini ko'rdim. Merganligimiz zo'rligini qara. Mana o'rab oldik-ku. Nega bundan urolmayman? Endi baqa kelsa. Stak. O'q bir kunlik zaxira. Sana bir tili kuching yetmaydi menga. Nimaga ana bu merganlikni berardi o'zi? Mergan bo'lmayapti. O'tirsam yoki biror narsa bo'pti. To'g'ri, ketik qasilgani bilan kirib qolamiz demoqchi edim. Ishoninglar balon ham yo'q qasil. Hamma sandiqda bomba, 100 sandiq bor istasa ham bo'lish. Bitta qasilni ustidan nezritga qilish topdim. Qasil ham nezrit bilan o'ralgan. Aytgancha qasilni, aytgancha temurim yo'q. Galenam yo'q, past qishloqda. Nimaga qishloq chiqmayapti bitta? Qishloq chiqmayapti. Sen qishloq ko'rmadinglarmi bitta? Mana bitta ham qishloq ko'rmadim. Nima qishloq? Hayır, qilamiz. Bu miltiqlarimiz ta'sir qilmas ekan bizning nimamizga. O'sha skeletlarga bizning nimamizga deyman. Lekin qilishimiz tayyorlangan. Yondirish. Nima deyishlarni? Shar bir balolar. Tarjima qilish bilmayman. O'qib o'taman. Beradigan deb qilishdi. Ko'p gapirdim. Nima bo'ldi? Hozir blok yo'q joydan o'tib ketdimmi? Qaniydi? Orasida bitta blok yo'q edi. O'tib ketdim, yiqilaman deb o'yladim. Xuddi shunaqa joydan o'tib ketdim. Hozir endi yuguramiz. Qasrim qani? Qasrdan ana bu tarafga qarab yuramiz. Meni narsalarim tushib qolgan bo'lishi mumkin. Chunki men sizlarga aytganimdek, men bu tarafga qarab o'ynadim. Va menda miltig'im bor edi anchagina. Va ularning hammasi chunliga. Chunki spawn bo'lgandan keyin 5 ta qilich, 5 tamini ishladi. 3 ta qilib Xorda yonasan. Olmadi-yu. Niye olmaysan? Shuni do'z. Mana shu yerda bitta zarbada olgan bo'lsa shu. Agar bitta zarbada olmasaydi, bu bo'lmasdi. Nima edi sirim bo'lgan ish menga pand berdi. Nimaga? Ko'p gapiraman, tez gapiraman. Ancha tez gapiraman. Agar ko'p gapirayotgan bo'lsam, kommentga ko'p gapiryapsan. Video. Shuni ham ko'rmaslik mumkin. Surdi ketdim. O'ynagan tarafga qarab ketamiz degan umiddaman. Oldin o'ynagan tarafimga qarab. Men aytgandek bitta o'yinda Icecraft do'stim hamma joy Icecraft bo'lib ketmoqda. Musulmon bo'lib ketmoqda. Biz Icecraft musulmon qilamiz. Icecraft bu Icecraft. Bu xo'sh. Icecraft bu просто так. Muzli quruvchi degani muzli qurish balo. Muzda qurish bo'lsa ham, короче, o'sha muz bilan bir narsa bo'lsa ham hamma joyi muz emas. Do'stlar, sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim shu. Короче. Sizlarga ham eshitildimi? Galenni ovozi. Uyda yana bitta qishloq bor. Galenni kimdir urdi o'zi. Men aniq bilaman. Menga shunaqa ovoz eshitildi lekin. Agar kimga eshitilgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Komment Galenni urganlar bor-ku, bilasizlar, o'zi qanaqa chiqdi.
Pasmasmi o'zi? Yadashtirish ham mumkin. Qo'pol. degan ovoz chiqadimi? G'alati ovoz chiqadi. Bachkani yeb qo'yadi. Tuyoqqa tushdimmi? Bitta blok kerak bo'lyapti. Shollarni yo'qlamasa-da, bari yemayapman. Chunki zaman bir telefonda ikkitasi bozordan bitta jon to'ldirardim. Shunaqami? Men chunki bitta qanaqadir ovqat oldim, postdan jonim yetadi. Nimaga deysizlar? Bitta yeysiz, joningizni bittasi yarim bo'lib qoladi. Yana bitta yegandan keyin ikkita jon to'ladi birdaniga. Yarim emas, qattiq qoladi to'lish. Endi qishloq topish kerak. Qishloq. Yeyishga yaraydi. Ana shu, mana shu. Umuman to'ldirmaydi. Xuddan shunaqa qiladi. Mana shu, lekin yana bo'g'sam, kunimda. To'g'ri, yana olaman. Yomon bo'lsa, chunki ovqatga. Olmaydi. Ko'rsatmadi. To'r o'ram. Yaxshi, normal. Ishda qishloq bog'lamasi ham. Burada qishloq bo'lishi aniq. Chunki men qo'limni o'zim eshitdim. Bakın şu qishloq bo'lsa. Qishloq bo'lmasa ham tog' bo'lsa, tog'ning uchiga chiqib olib, tog' ekan. Mana shu tog'ning uchiga chiqaman. Kuchuk it berib nima qilamiz? It berib ekanman. Suyak berib. O'ldirib qo'ygan taqdirimda ham sizlarga menga kuching yetmaydi. Tamam. Endi mana kuchim. Senga men tushishim kerak 1 soat. Paper bo'lmas, ketdik. Yur. Quyga tegirmadimi? Nima yo'lda? Qo'ydi. Sen bilan normal oldim, o'tdim. O'lib ketishingam mumkin. Lekin kim bilsa, kuchingizdan birdan uzoqlashib qolsangiz, sразу teleport bo'ladi. Menga qo'yingiz maqolada. Ana, tog'ning ustiga chiqib. Kuchuk menga problema bo'lmasa edi. Mana shu kuchuk ham menga problema bo'ldi. Bunga hali ovqat ham topish kerak. Ana shuni ur. Pishgan go'sht berdimi? Voy, pishirib berar ekan. Sen nimani kutding deyiladi. Olovli qilib olgandan keyin. Bo'lsa, chiqmasa bo'lmas. Sen bu chiqib biladimi ish qilib bunaqa qilib? Parkurda ham ezib olaman dedim. Mana yetib oldi demoqchi edim. Yetolmasak. Chiqdi va tez ham bir problema bo'lyapti. Ana aytdim sizlarga qishloq bor deb. Qishloq nimasi deb bu? Qilib qo'yadi qishloq bilan shunaqa. Odam qilmaydi uni hech qaysi makonda bunaqa yerni lopatka bilan tekislab qo'ymaydi. Faqat nima qiladi? Kim biladi? Qishloqqa
Lekin qishloq o'zi qani? Bitta savol yana. Qishloqni o'zi qani? Qayerga qarab yurib, bu yoqqa qarab yurib ketaymi? Bu yoqqa qarab yurib ketaymi? Mana shu yoqqa qarab yurib ketaman. Qishloq chiqib qolsa kerak. Kuchugim orqamdan keyin o'lib qolishi mumkin. Xasta bolam bo'lib yuribdi. Chiqib qolsa kerak, mana shu yerda qarab yuramiz. Normal qishloq o'zimda. Hozirgidaqa zetel yo'q. Ovqat ham yo'q. O'zi aytdim-ku, uncha o'sib ketgan shalg'am qolmasdi deb birsi bundan o'tsa. Bitta yotoq olib kelmanman-da. Mayli, zarari yo'q. Hozir qishloqni topsam, sразу suramiz. Suramiz demas, sразу quramiz. Ana shu tog'ning ustiga chiqamiz, короче. Ikkita o'zi ham nima yo'qmi menda? Jun. Ko'rdilam qanaqa uchganini? Ro'g'ringni itdi. Qanaqa bu tez qimirladi? Men tushunmay qoldim. Teleport bo'ldimi? Ana ko'rdinglar? Teleport bo'ldi. Mashlaga aytdim, teleport bo'ladi. Uzoqlashib qolsak, sразу teleport bo'lib qoladi. Mana shu tepaga chiqib qurib ketamiz. Ehtimol sig'adigan qilib, короче, tunni yer ostida emas, yer ustida o'tkazamiz. Yer ostida o'tkazarkanimiz demoqchi edim, mayli, shunday qilamiz. Aytganimdek. Nimaga men bunaqa qilmayotganim sababi, chunki birdaniga kuchugimni tushundinglar. Kuchugim birdaniga tushib ketib qolsam, vosh. Shu qotog'sa siqilmayman, chunki o'z problema bo'lib o'tiribdi. O'zimga ovqat yemaydi, yana menga ovqat berishim kerak. Nimaga oldim? Yer kerak. Oldimda bor bloklardan qurib tashlayman. Boshqa yo'qmi bizda? Bu mayli, mana shu yerdan pana bo'lar ekanmiz. O'rinchiga kelishini qaraysiz qilibdi. Chiq vaqqa. Chiq, teleport bu. Teleport. Nima kerak ekan? Mana shu yerda bo'ronlar o'tiraman. Chiq bu yoqqa qil. O'sha yerda o'tirmaydi-yu. Nima qilay do'stlar? Savanna ekan. O'sha savannaga qarab suraymi desam, nima bo'lgan? Qattiqqina savanna bo'lgan, keyin ketdim boshqa bir yo'llar bo'ldi. Tushunmadim. Qattiqqina savanna bo'lgan. Tamam. Qayerga borish kerak bu yana bitta qishloq topish uchun. Mayli, bu yerdan tushamiz sekin. Bu yerda o'tirish foydasi yo'q. Ertalabgacha. O'sha yerdan uradi. Pishmaydigan, yemaydigan, nima desam qanaqa o'xshamaydigan şey. Tez yu. Yani kimga aytib o'tdi-yu, deyman. Itimga aytib. Archa beraman. Hadi sakraymiz ham. Ya rahmat. Problema kerak emas. Bo'lmasa ana bu yoqqa sakraymiz. Bargning ustiga yiqildimi? Bo'l. Bargning ustiga yiqilsa ham shuncha ketadi. Mana bizni. Nimaga oldi? Qilich kerak. Qilich bilan hozir bilan suyib tashlaymiz. Qurbonlik qilamiz bilan hozir qilich bilan. Killer endi. Goodbye. Mana shu yerda o'z yorug'lik ko'rdim. Nima deb o'ylaysizlar? Qishloqmi? Yoki boshqa? Juda namuna ko'raman. Barakalla. O'zimni itim. Vafodor itim. Portladi. Porox bermadimi? Nimaga bermaydi porox? Bomba yasardi. Siz porox bermas ekan. Motordan.
Butun shamon berdi. Mana bu o'qni o'g'irladim, bo'lmaydi. O'g'irladim, bo'lmaydi. Osmon yotyapti. O qancha? Lorchin. O'zimga tegar ekan qaytib. Bo'lmasa 5 ta o'qimiz bor. Yetadi. O'ziga ishlatishga bilan. Bittamiz yo'q edi. Doim shunaqa. Kerak narsa yo'q bo'ladi. Men miltig'ingiz bor deysizlar, u bema'ni miltig' ekan. Nishonga olib. Bekorga ishlatdim shuni. O ikkita bodoning yoqqa keladi. Salanda biz bitta o'qim joyga ketdi. Sen. Yani tek kopmalı. Ama şunçalık kuchli olmalı. Вот. А и он, да, не он, не başka. Могли? Зомби. Не зомби. Sana zombi. İstanbul gibi. Şimdi bu kadar. Şimdi yiyorum. Şimdi şampiyon. Anladım. Şimdi. Şampiyon. Karakter sıfır. İlkem bu. Karakter sıfır. Üçte udardı urot. Şunaqa kuchli qilish bilan. Yoqqa kelay. Üçte udardi. O'shani ham o'ldirib qo'yurmoqda. Nima qildi? Yonmagan uchunmi yoki? O'zi kiymaysa shekdan so'ramiz taxta bo'lsa. Mayli. Bu yerda hamma narsa hozir bo'lavermaydi. Degan. Yetadi bizga. Tak, sразу hozir crafting table'ni olamiz. Qo'yamiz. Mana olamiz. Butun hali ishlatilmagan kim olishdi. Menga kema kerak. Bitta suvga tushishlaydi, qayda bo'lsa kerak. Bu o'yinda g'alati. Kema uchun lapatka ham kerak. To'g'risi. Ha, kema uchun lapatka ham kerak. G'alatimi? G'alati. Lapatka olishimiz kerak. Bitta lapatka endi kema paydo bo'ladi. Mana, ko'rdinglarmi? Taxtali lapatka temirli lapatkami shu? Qani, bu qanaqa o'tiradi bunda? O'tiradi. Ne oldu? Toklar öyle. Şunca canım koludu bununla. Mana. Öldürüp gitiştim mırtıklarım, itlerim. Hayır öyle. Kaydetten toplanadım. Şunca narsaydı. Ukladım karıcı. Sen devam edin. Şunca narsam gitti. Bugün. Olmaydı mı inan olsun gerek. Siz ne zırhlı kılıçın? Balta toplar mı? Balta. Koruyucu. Kan toplarken mi? Bu kasırga kaytayım. Şu tarafta kasır. Kasırdan karab doğru ona iki karab yürüyünce. Kayta doğru üstten. Yer tarafı karab ketken doğru yürüyünce. O'sha yerini tekislab ketgan tarafga qarab. Keyin chiqadi. Da. To'g'ri. Ketdik da. Itimni ham topaman. Itim oldiga teleport qilaymi? Ya, bo'lmasa kerak. 9 teleport deb bo'lmasam kerak.
Siz. Mana buradan bu kitapı okuyalım. Siz şimdi canınızı okuyalım. Şunca yakın konurum. Ne yapayım ben de? Öyle. Bitta yo'li qoldi. Kreativga chiqib o'sha narsalarni topish. Mayli, sen xafa qilish istayman, shuning uchun kreativga chiqmayman. Majbur bo'lsam ham o'ynayman. Shu nima katta dengiz bo'lib chiqsa kerak lekin. Katta dengizda nima bor? Mana o'sha yo'qotgan narsalarim bor. Shu bo'ylab ketaveraymi? Do'stlar. Kommentariyada yozinglar o'xshaydimi lekin men bu videoni qo'ygan vaqt o'ynagan edim. Bu kunimizda nima qilamiz? Stream. Shoh chatda yozib. Samiki. Qaysi bir edi? Ana bo'ldi. Bizning lava. Lavadan yana qaysi biri o'sha dengiz bo'ylab ketamiz, короче. Так. So'sda tezroq. Turamiz. Nega bunaqa olmayapti deyishini mumkin. Daraxtga baqa yo'qotish istayman. Axir mana shuncha narsani baba uchib ketdi. Esinglarda bo'lsa, men betdan o'tmaymiz dedim. Itim bor edi. Mana betdan o'tib ketdik chiqib. Mana shu qo'ygan ustiga chiqib, qaytib bu tarafdan tushdik. Dedi, bo'ldi, ana shu yerdan chiqishni boshlaymiz. Ana esimga keldi o'sha. Tamam, yorib qo'yamiz hozir. Agar o'chib ketmasa narsalar. Menda qarash shu yig'gan ko'mirlarim bilan nezilga hech ketmasa bo'ldi. Chunki ana umrdan bir tili foydasi yo'q ekan. Da, mergan olmaydi. Men snayperlikni to'g'ralaman shuni. Kim Icecraft o'ynagan bo'lsanglar, kommentariyga yozib qoldiringlar. Sizdan o'chib ketmagan bo'lsin shuncha narsa. Buncha bo'lsa-ya. Bunaqa bo'lmasa kerak. Mis. Hozir qilaman qaytib. Bu narsalarim kerak, mis deyman. O'sha narsalarsiz mis nima kerak bizga? Ana bo'ldi, tushundim. Всё. Men topdim qattiq o'qish kerakligini. Mana shu yerga bo'lgan narsalarni orqaga qaytaman. Nimaga deysizlar, mislar. Mana shunaqa yerli joylarda ko'pincha yuzamiz ko'tardi. Bo'ldi, men bilib oldim. Mana o'sha sotuvchi. Ustiga chiqib o'tirmayman, shuni aylanib o'taman. Pastda jarlik bor edi, o'zi qaytib kelsam ko'raman. Qatdan jarlik bor ekanmi? Agar bu zaman jarlik ustidan o'tib ketgan bo'laman. Tushmas. Yana bo'lmas. Yana temir. Mana shuncha narsani ko'rmasdan o'tib ketdimmi? Mana bu daraxtlarning ustidan bo'ldi. Yana daraxtlarning ostidan boraman. To'g'ri. Esimga 30 qarsa. Mana o'sha bo'ldi. Tamom. Bo'ldi. Всё, mas qanaqa bek bu? Qanaqa joy bu? Deyman. Mana bunaqa joy kim?
Su dedim, lekin su mana küçüğüm. Qani küçüğüm. Qani mana küçüğüm. Mana darajam. Çıkarmani lazım. Çok küçüğüm. Qani mana küçüğüm. Hozir bittasini urgan vaqtim akıncha yugurib kelardi. Mana himoya qilish. Voy, mana küçüğüm. Hozir jetdan chiqib hozir. Bo'ldi. Narsalarga uxlamiz. Bo'lsa. Do'stlar. Уже endi menga zerikali bo'ldi o'yin. Bunga desiga mana shuncha minut uxladim. Do'stlar, essiz. Nechta qilishim. Hamma narsani uxladim. Shu kamonchini Qur'ondan agar o'sha kamonchi oldimdan chiqadi. Shalaq bo'ldi. Mayli bo'yinchangga boramiz. Yana mis ko'rdim, o'shani ko'rib qolaman. 4 ta. Kim ko'rgan bo'lsa, o'shani aytib. Biz bonus barobarida qaragan vaqt. Qanday kuchli aqli bo'lsa, hamma narsani yaxshi bor o'zini ketirib bersa. Mana yana bitta narsa qilish kerak endi. Agar o'shani craft bo'lsa, men yes bo'laman. Bo'lmasa, men kreativdan olaman yana. Do'stlar. O'shani. Da yo'q ekan. Craft. Hala bo'ldi. Chunki hech sana problemasi shunda. Esimman. Esimga qo'shim. Lekin men himoya qilaman. O'zgacha himoya qilaman. Men o'rniga kirib qo'shildim. O'z qo'llar qo'yalarim qani? O'shani ham yutuvdimmi? Voy, mana bu narsalarim. Men bitta qo'ydim. Mana bu narsalarim. Hali ham ketmoqda. O'chib. Sizdan qanday qilamiz? Hozir. Neyse, qilishim. Oyra haqim. To'xtatib, izlashga qo'ydim hozir. Qanisa. Shamani urdim hozir. Baqa keldi. Voy, ikkitamiz. Bak. Yo'ram, bugun. Oldin. Toshdan olishamiz. Olib ketdik. Sen mezun olding. Shu mana hamma narsani chekdik. Xudo shukr. Shu qarab yurib ketmoqchi edimmi? Yo'q. Men mislan olib keyin ketaman. Mislan qattiq edi. Endi kechqurun och yurmayman. Yurmayman. To'g'ri qilamiz. O'zi kechqurun tushadi. Tez bitta qo'rqib o'zimiz kechqurun. Ertalab ketib chiqamiz. Ketiz. Kör, men siraj yopaman hozir. O it. Tezkir. O it. Aslında. Çok durmoqchi emasman. Kir bu yoqqa. O baqa kir. Menga qaramasdan ko'zingga qarayapman. O manami? Podring manami? Men seni ko'zingga qarayapman. Gap bor. Men bolam olib ketdim. Qanisi? Men qo'rqib ketdim. Men Kir bu yoqqa. Sana
itdan taniyman. O'ldirdingmi? Ha, barakalla. Kir endi. Kirmasang kirma. O'sha yerda o'tirib chiq. Mana sen. Kir xo'p. Kirasanmi? Kir. O'zi endi marg'az tushdi mana bu ho'kizda. Tushmadim. Kir. Sen kır baka. Kır. Mana bak bak. Okey. Ben yeterli derecede dolaşmadım mı? Ne kırdım? Ondan sonra kanka dolaş. Смотришь. Şey. Bir de sana gelmediğim korkuyor. Korkuttu bu yılın boğazından. Hiç getir. İyi. İyi fakko. Yazayım tamam. Bir de. Ne pişti? Savunma yoru düştü. Abab geliyor. Oldu. Ko'mirlarim qanchalardi? Ko'mirlardan 54 ta yetadi. Tak, nima kerak emas. Yo'qadigan qilichim. Biror narsani o'xshayman ekan. Qani post o'zgarsa. Qo'rqa olgan. Yetadi. Mana shu yerga olib kerak narsani tashlab olamiz. Mana shu yerda kerakmas. Xo'rqagan joy. Men nima kerak? Bu kerak emas. Bu kerak emas. Bu kerak emas. Bu kerak. Qani? Bu ham kerak emas. Bu kerak emas. Bu kerak. Kerak. Bu ham kerak. To'y. Bo'ldi, boshqa kerak narsa ham olib kerak emas. 5 ta o'qilma qilaman. Bu ham kerak emas. Tomonni ham qilaman. Manda miltiq bor. Bo'ldi, hammasi kerak. Bor. Endi taqlab olamiz. Hammasini tashlab olamiz. Tamomdir. Men o'z yoqqa kirganim sababi o'z yanında narsalardan ayrilganim yetadi. Oy, bitta blok qoldirmamiz demoqchidim, ko'p ekan. Yetadi. Eğer tanıtıp o'tirishga vaqtimiz ishimiz ko'p. Shunda chatga kirib, chatga deyni bosib olamiz. Tamam, ketdik. Itim. Vafot itim ketdik. Mana qidirmasdan o'sha yerga o'tirgan ekan. Qidirgan bo'lasiz-ku. O'lasan qidirib ketdik. Qani. Ketadi. Nima unga tegmadimi o'zi? Nima itim bo'ldingmi? Yo'q, bir barakalla itim. Itim. Barakalla. Tak, o'ziga kerak. Ovqatlar kerak. Endi esiz pishiradigan nimam bor edi deb turdim, mana qaytib kelib oldim. Sog'inibsiz, nima
Bir soat ko'rmagan edim. Darrov. Sen kelsan. Oningni o'ldirdim. Sen ham o'ldin. Oning o'zi bu buncha qora. Sen sen qora buncha oq. Yoki otasi qora. Ya'ni betona yaponchaga. Qattan kelmas, qat'iy ketishim kerak, tushunmadim. Mana shu suvlar vashya adashtirib chalkashdi. Bir balonda qilib qo'ychi. Ashana suvda chalkash ekan. Boshini olib bordi. Qasdirga qolib ketdim endi. Kasal bular. Saqlayman. Yana bitta it boqing. Sanga narsa bermaymiz beqi. Bu fotoğraf itim. Sen o'zing yemaydi. Ben chitga beradilar. Mana yediraman. Deb bilmaysan sen bechoragina. Rahmat deb bir senga ovqat berdim. Bu rahmat ishlaylik. Oh, ishlatchilar. Yana bitta it kerak. Sen bitta it ber menga. Senga aytayotganim yo'q, yurakchalabga bo'lma. Hemen kedi. Masalan, o'qiyman qo'shim qoladi o'zi. Şey beraman deb. Masalan, mana o'qama iyi mana ke. Şey beraman. Ketdik. Kuşla uçum gitti. Tamam. Yine bitti bakmamız. Peki. Hemen başlarsam ya da fotoğraf kalasam demekçi. Kaçıp gittim mi? Evet. Yanındaki değil. Yok olması lazım. Peki. Peki. Ya kuma ortadan ben seni koş veremem. Qovurilgan. Voy beqi. Baqaka. Kuma ortadan baqaka. Hozir bitta uni itlarim san voshye tabdiling chiqaradi shu. Biqsi. Shuni o'ldirish kerakmi senga? Hozir o'zim o'ldirib beraman. Baqaka sen. Sen de mi bir so'tini it orqasidan qo'yibsan. Hep baqakalarni ko'rib chiqaysan. Sağ. Tamam. Mana. Senga ovqat bermoqchi bo'lib turaman. Qochlaring. Ya, qoch. Sen o'zimizdan ekan-ku. Men senga o'zbek berardim. Mana. Sen bana itim olursun. Bana geldi. Kime geldi? Evet, ovqat beraman. Ovqat. Yeme o'zing. Men itimga bermoqchiman. Ovqat qanaqa beradi? Sizlarga bozor topaman. Og'zinglarni topish kerakmi bir soat?
Qanaqa tuymaysan sen? Sen ham ke. Keman sen oldinga boraymi? Farosat. Ma. Yanami? Tamom qildiraring o'zi. Bu ham vafodormi? Qanaqa qarachi? Men seni ham dilayman. Senga ham unaqa vafodor qilish kerak. Bo'ldi, sana vafodor ekan. Itingga dema, egingga. Senga bir soat topish kerak men. Yurlaring, yoqat bermayman senga. Boshim og'ritib oldingmi? O'yinni boshlaganimizga 1 soat bo'ldi. Salim ovqat berish bilan salam topish bilan vaqtim o'tib ketdi. Hozir. Men misqidirman. Yo'qman bermayman. Bitmagan qanaqa bo'lamiz? Netpir qo'qo'rani 1 soat uchun. Besh rayvosh yeb ko'ramiz. Chuchuk o'sham pishgan qanaqa bo'ladi o'zi? Yo'qoli uncha oqul. Vo'lasham kerak deb. Xo'sh, biz olganimiz uchun videomiz cho'zilib ketdi. Ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsanglar, kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Shunda ikkinchi qismini ko'rasizlar. Uzoq bilan bir haftada chiqadi. Shu bilan do'stlar, biz ham topolmadik. Shuning uchun bizning matolarimiz birontasini qurib olmaydi. Sizlar bilan biz xayrlashamiz. Va maroqli hordiq. Turib, maroqli hordiq ham videomizga o'tdi. Yaxshi kayfiyat tilaymiz va shu bilan videomizni tugatamiz. Do'stlar. Xayr.